Endi bevosita Bektemir tumanidagi ko'p qavatli uylarning holatiga e'tiboringizni qaratamiz. Husayn Bayqaro ko'chasidagi 72-uy. Bu uy 2 qavatdan iborat. To'g'ri, shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunga muvofiq Toshkent shahridagi 2 qavatli uylar buzilish rejasiga kiritilgan. Ayni kunlarda esa 72-ko'p qavatli uyda odamlar yashamoqda. Ushbu uy markaziy issiqlik tarmog'iga ulangan bo'lib, barcha uzellar tashqarida joylashgan. Tasvirga olish jarayonida Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari ham ishtirok etib, uyning uzel qismlarini ko'zdan kechirishdi. Guvohi bo'layapsiz, uzellar ancha eskirib, yaqin orada taftishdan o'tkazilmaganligi bilinib turibdi. Agar ko'p qavatli uylarga yuqori bosimda issiqlik ta'minoti berilsa, ushbu uzel talofatsiz ishlashiga hech kim kafolat bera olmaydi. У нас это 10 четырехэтажных домов и 44 двухэтажных домов. У нас где-то, 5-6 будет это в таком состоянии, остальные сделаны ремонт. У нас есть задолженность 700 миллионов, 600 миллионов просроченный дебиторский долг по всем нашим управляющей компании. И если жители бы все платили, следили бы, также эти тоже свои мусор, эти не выставляли бы, было бы все нормально. Biz ayni daqiqalarda Bektemir tumani Yuqori Chirchiq ko'chasida joylashgan 68-ko'p qavatli uydamiz. Mazkur ko'p qavatli uyni yerto'lasiga tushmoqchimiz. Buni sababi oddiy. Boisi xabaringiz bor, Toshkent shahar hokimining qarori bilan Toshkent shahrida joylashgan ko'p qavatli uylarga issiqlik ta'minoti berilishiga mana sanoqli kunlar ham qoldi. Xo'p, shahardagi ko'p qavatli uylarning yerto'la qismi, ya'ni yerto'ladagi uzellar issiqlik ta'minotini qabul qilib olishga qanchalik tayyor? Soha mutaxassislari mazkur uyning yerto'lasiga ham tushib, holatni ko'zdan kechirishdi. Mana ko'rib turganingizdek, ko'p kvartirali uyda kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha ishlar amalga oshirilmagan. Eng asosiy kerak bo'ladigan mana issiqlik o'zilini qaraydigan bo'lsak, bu o'sha kamchiliklar bartaraf qilinmagan, ventil, boshqa holatlar bo'yalmagan, keraklisi yangisiga almashtirilmagan holatlari aniqlandi. O'tgan yilgi yuzaga kelgan nosozlik davrida kesilgan mana qo'rlar yangisiga almashtirilmagan. Mana ko'rib turganingizdek, mana ventillar, qo'rlarda mana korroziya yebrilish holatlari kuzatilgan, bu yil holat qaralmagan. Isitish mavsumi boshlanguncha ulgurladimi bu yerda? Albatta ulgurladi. Hozir bugundan ish boshlanadi. Mas'ullarga hozir shu yerda turishibdi. Tegishli ko'rsatma beriladi, bugundan boshlanadi. Shuningdek,